Assalomu alaykum qadrdonlar, efirda Begim Roshidon. Bugun 21-iyul 26-yil. Biz Samarqandda ikkinchi obyektga kelganmiz. Katyol montaj qilib berdik, hozir yoqdik. Mana katyol 30 kilovatlik chilangardik ekan, qarshinik. Qo'ydik, yoqdik. Turbasi 8 metr. Stiklavata o'rab, sendvich qilib, suvlar bilan o'rab makan qilib qo'ydik. Hozir yoqdik buni. Mana 60 ga qo'yganmiz. 55 ga chiqdi. Obratgamiz 50 ga chiqyapti. Endi buni birinchi skoriga olib qo'yamiz. Maki havo issiqda o'shaning uchun. Sovuq bo'lsa 15 gradus farq qilish kerak. Bu yer montaj qilingan joy. Ichkarini ko'rsataman. Mana qadamdan ichkariga kirdim. Koridorda o'ng tomon, chap tomonda ikkita uy bor. Radiatorlar o'rnatilgan, devorning ichida remont bitgan. Bu koridor. Mana xonada ham bitta katta radiator bor. Uchinchisi, to'g'rida sanuzel, bitta hammom, tualeti, razdevалка, холодильник, понадельник, narsalar qo'yilgan, bitta radiator bor. Bu koridor. Koridorda o'rtasida bitta oshxona bor. Magnitga oshxona qilinar ekan. Uyda planni ko'rsatyapman sizlarga, zo'r chiqibdi. Bitta ham radiator bor. Mana yerda xuddi o'sha men kirib kelgandaqa yana bitta koridor. Bu yerda o'ng tomonda o'sha xonalar. Ikkita radiator, mana uylar isib ketibdi. O'sha isibdi uy. Mana yerda ham o'shanaqa yana bitta. Ikki tomonda bir xil, ham ikkita uy, ham mana suv. Bu yerda ham shu hammom bilan tualeti. Qalay, uyni proyekti cho'tka ekanmi? Bag'i bitta kelin-kuyovga, ag'i yana bitta kelin-kuyovga, o'rtasi общий oshxona. Zo'rmi? Mana usta mana. Hasanboyning ukalari Husanboy. Uyda egasi. O'zlari usta, o'zlari qilishgan. Faqat katyolni biz o'rnatib berdik. Kelganlaringda o'rnatib beringlar deyishdi. Kelganimizda o'rnatib berdik. Uyda ham fasadi ham mana ko'cha. Mana uyni qaranglar. Nari tomonda birinchi koridor, mana oshxona, bunisi ikkinchi koridor. Ikki tomonida ikkitadan uy. Koridorda oxirida ikkovida ham hammom, sanuzel, kir mashina, sir mashina hammasi. O'rta oshxona. Qalaygan zo'rmi? Bugun qaranglar, Xudoning rahmati yog'ib, hozircha yomg'ir yog'di. Xayriyat, havo ham salqin bo'ldi. Bizda qalay ekan Farg'onada? Samarqand. Xudo xolasa ertaga o'zimizni yurtimiz vodiyga yo'l olamiz. Juda sog'indik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa ishlar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Paka do'stlar.